Do'stlar, Andijon viloyatining Asaka tumanining eng yaxshi tunuka bond yoki tunuka fond. Shunaqa ustalarning ishini ko'rgani keldik. Bahromjon o'zimni ukam, yaxshi ustalardan bittasi, O'zbekiston bo'yicha ish qilyapti. Brigadada nechta odam bor? Xudo xolasa brigadada umuman brigada nechta o'zi? 10 ta brigada bor. 10 ta brigada. Nechtadan odam o'rtacha? 4 tadan, 3 tadan, 4 tadan odam bor. Hozir vodiy bo'ylab hamma joyda tunuka bond qilyapsiz. Qayerlarda qilyapsiz vodiydan tashqari? Biz vodiydan tashqarida hozir Toshkentda, Jizzax, Samarqandda ish qilganmiz. Hozir Toshkentda ish bo'lyapti. Hozir buyurtma bo'lib qolsa, boshqa tomonlardan, Toshkent u yog'idan. Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Sirdaryo va shu tomonlardan. Imkoni bormi mijozlarga tayyorlab berishdi? Imkoni bor, borib qilib beramiz, tayyorlab borib qilib beramiz aka. Narxlar farq qilishi mumkinmi vodiy bilan u yoqlarda? Farq qiladi. Yo'l kirasi bizga yo'l kirasi farq qiladi. Bizda misol 0.35 list, 0.4 listlarda 0.35 da bu yerda 130 ming so'm qilayotgan bo'lsak, u yoqda 140 ming, 145 mingdan qilib beramiz aka. Boshqalar bilan ustunlik tomonisi qanaqa? Boshqalardan ko'ra? Boshqalardan ko'ra ustunlik tomon xudo xolasa vaqtida ish qilib, vaqtida topshirish. Tunukamizga 15 yil garantiya beramiz. Kimga shunaqa buyurtmani olgandan keyin ko'p soha egalari o'zimda ham ko'p kuzatiladi bu narsa, vaqtida buyurtmani qabul qila olmaymiz, ba'zan o'zimiz ham topshira olmaymiz ishlarimiz, lekin sizlarga pulda aldamaydigan, vaqtda aldamaydigan, sifatda aldamaydigan usta kerak bo'lsa, Bahromjon raqami bo'ladi, qo'ng'iroq qilasizlar. Hozir bu bolani qilgan ishlarini ham bir qator ko'rsatamiz. Lekin yana bir narsaga qiziqaman, siz javobni bermang. Ba'zi joyda tunuka bond deyiladi, ba'zi joyda tunuka fond deyiladi. Izohda yozib qo'yinglar, qaysi biri to'g'ri bo'ladi, tunuka bond yoki tunuka fond. Bahrom, bu qachon buyurtma tushgan bu ishga? Namanganda ekan bu? Ha, Namanganda. Biz o'zimiz Andijonda, bu Namanganda bunga buyurtma tushganiga 15 kun atrofida bo'lib qoldi. Necha kundan kelib ish boshladinglar? Necha kun qildinglar? Bu yerga 4 kunda keldik. Bir haftada 425 kvadratda bitkazib berdik. Vaqtida qilib berdinglar. Vaqtidan oldinroq qilib berdik. Brigada ko'pligan hisobiga. Brigada ko'p, 4 kishi ishladi aka. 4 kishi ishlab 7 kunda bitkazib chiqarib berdik. Tajriba yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa zo'r aka. Lag vosipasizlar mana shu yigit ustalariga.